93. sura Sura Zuha. Mekke'den nazil bo'lgan 11 oyat. Nahayeti şefqatlik ve mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Chashka vaqti bilan qasamki, qorong'uliqi atrofni qoplagan chog'dagi kecha bilan qasamki, ey Muhammad, Parvardigoring seni tashlab etganimi yo'q, yomon ko'rib qolganimi yo'q. Sana oxirat albatta dunyodan yaxshidir. Parvardigoring sana oxiratda savob, hurmat va shafoat qatorliqlarni ato qiladi. Sen mamnun bo'lasan. O seni yetim bilib panoh bermadimi? Qaymoqqan bilib hidoyat qilmadimi? Seni yo'qsiz bilib kishilardan behojat qilmadimi? Yetimni xorlama, soiliga qo'pollik qilma. Parvardigoringning sana bergan ne'matini kishilarga so'zlab bergin. Chunki ne'matni so'zlab berganlik ne'matga shukr qilganlik bo'ladi.